Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 2. Qashqar. Bugün Şahzada Yolvasxanның naib əmirlik orada kengəşxanısıga mühim qalamdor, alamdor, bəg sipahları toluq yığılğan idi. Şahane ton libaslarını kiygan Şahzada naib əmirlik taxtida məğrur oturardı. Taxtga yaqinroq joyga yenidan alohida qo'yilgan mahmal kursida Xo'ja Hidoyatullo Eshon dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Eshondan tavarruk qilgan kahriva tasvini tinimsiz seyrig'inicha o'ziga tamanna qo'ygan holda topsidagi amirlarga ko'zining quyrug'ida qarab qo'yib Shahzoda Yo'lvosxondan bakrak gidib o'tirardi. Shahzodaning amir lashkari Elishoh beg o'ngi seriq cho'qur yuzlik, qizil soqolliq, gavdilik kelgan 45-50 yoshlardagi kishi so'zlab o'tadi. Ostona yurishiga tanlangan ikki tuman lashkar bir oylik uzuq tulki bilan taq bo'ldi. Bularning bir tumini otliq lashkar, qo'yg'ini piyoda lashkar. Uningdan boshqa Qutbil Aqtobi Eshon pir buzrukning murshidlaridan tashkillangan so'pi lashkarlarning sonimi tümenden oshqanligi editlandi. Ularni mashqavulla qurollandirib, puxta mashq qildirib chiqdi va bir oy yetgudak uzuq tulki g'amlandi. Hozir Shahzoda olilarining farmoniga qarashli qoldik. Shahzoda Yo'lvosxon rozimanlik bilan beshini lang'ishtirib qo'yib, nazarini Xo'ja Hidoyatullo Eshonga yo'tkidi. Janobi pir buzrukvorimiz qutlug' bir kunni belgilab bersa, ondan farmon bergaymiz. Vaqtni kayniga surishga bo'lmaydi, dedi Hidoyatullo Eshon takallufsizla. Gerçi Eshonning shu topdilar. Shahzodani ostonaga yurish qilishga da'vat qilg'usi. Ostonaga bostirib borgancha ashaddiy raqibi Isoqiyachilardan ot qisosini og'usi. Ularni qirchab qilib, qonlarida tugman churgulatkusi kep tursimu, ishki tuyg'usini zo'rg'a besib olib, o'ziga qasdanga sirliq tus berib, oldirmay so'zladi. Ammo ziyoda odraqsalliqmi pushaymon keltirgusidir. Bugun kecha jannat makon mozor podshohi Padaru buzrukning mahbarsida itkapda o'tirib, Avliya mashoyixlar bilan muloqotda bo'lg'ayman va sajjodanishin Karamutulla Kotibin babam pir buzruk Maxtum Azam hazratlarining botini olamdan bergan rahnama bishoratlari bo'yicha xosiyatlik bir kunni tanlag'ayman. Uninggacha mutaa maqsadlarimiz qat'iy xufiyani tutilg'ayki, ostonadagi qori musulmon mulhidlar bexabar holatda g'aflat uyqusini uxlag'ay. Alloh taolo shahoda olilarining nusrat talaylarini mangu o'ngqig'ay. Iloha amin. Hidoyatullo Eshonga ergishib, barliq amirlar qo'llarini duoga ko'tardi. Afsuski, Eshonning lavlarini mitiltib qilayotgan duosi Allohu akbar gap bo'lmay turib saroyga paloqlab kirgan hudaychi Shahzodaga ma'lumot yetkazdi. Ma'lum bo'lg'ay, o'rda farmonchisi xon yorliqini akeldi. Hudaychining gapi oxirlashib bo'lguncha saroyga ikki qo'riqchisining hamrohligida ijozatsizlar kirib kelgan o'rda farmonchisi nafis ishlangan shohona qopchuqni o'ng qo'lida beshidan egiz ko'targanicha udul Shahzoda Yo'lvosxonning oldiga kelib to'xtadi-da, "Farmoni oli!" deb jarangliq ovozda tovladi. Tuyuqsiz yuz bergan bu ishdan Shahzoda Yo'lvosxonmi texi boshlagan duosini oxirlashtirishga ulgurmagan Hidoyatullo Eshon va boshqa amirlarmi oliqqanlarini egiz ko'tarishganicha qetibli qilishdi. Farmonchi beg yana bir qatim sur hayvi bilan tovladi. "Farmoni oli!"
Qashqarning naib amri Shohzoda Yo'lbosxon yorliqni topshirib olg'ay. Necha vaqtdan beri Hidoyatullo Eshonning da'vat va rag'batlari natijasida qop yuraklik bilan dadisi Sulton Abdullah xonga boyqut qilib, o'zini xonu xoqon deb jakarlab, terisiga sig'may qolgan Shohzoda Yo'lbosxon mana endi haqiqiy saltanatning sur hayvisidan cho'chib esiga keldida, ixtiyorsiz o'rnidan dast turib, Farmonchi begning oldiga kelib, beshini tuvan sog'inicha qo'l bog'lab turdi. Shohzodaga agishib boshqa amirlarmi durida o'rinlaridan turdida, qator ikki saf bo'lib tizilib qo'l bog'lashdi. Hidoyatullo Eshonmi duosini chala peti tashlab qo'yib, shoh suksidan tuvanga tushib, qo'l bog'lab turishga majbur bo'ldi. Farmonchi beg shohona qopchuqdan bir yo'gam yeshil ranglik qog'ozni avaylab oldida, ovozini vazminlik bilan dona-dona chiqarib, xon yorliqini o'qishga boshladi. Yorliq. Bismillahirrohmanirrohim. Menki Büyük Saidiye saltanatining xoqoni Sultan Abdullah xon shundoq yorliq qilmanki, farzandim Shohzoda Yo'lbosxonga mulki Qashqar diyorini suyurg'al qilib berib, ushbu hududluqning naib amirligiga tayinlagan hamda uni vali ahdi qilib tanlagan edim. Hala bugungi kunda farzandim bo'lmish ul Shohzoda o'z nasibasiga shukr qanoat qilmay, yomonlarga yontayoq bo'lib, saltanatimizning yo'shurun ag'yorlari bilan til biriktirib, yaxshi yomonni ayrimay, Qashqar fuqarolariga ko'p zulmlarni soldilar. Ra'iyatni chidab bo'g'isiz azoblarga duchor qildilar. Va yana bizlar kim padari buzruk xoqonga boyqut qilib, xutbini o'z nomiga o'qitib, kechirgusiz gunoh kabir sodir qildilar. Qashqar hududluqidagi ra'iyatning ko'nglini amin topqizush, buyuk saltanatimizning shonu shavkatini qo'g'dash boisidan Shohzodaning Qashqar diyorining naib amirlik Saidiya saltanatining vali ahdilik martabalarini ilib tashlash, Shohzodaligini saqlab qilib, o'rniga qaytirib kelish xususida ushbu yorliq tushirildi. Yorliq tamom vassalam. Farmonchi beg yorliqni o'qib bo'lib, avaylab shohona qopchuqiga soldida, chiroyi totirib, chip-chip terlab ketgan Shohzoda Yo'lbosxonga hurmat bilan qo'sh qo'llab tangladi. As hoshini yo'qitib, nima qilarini bilmay qolgan Shohzoda Yo'lbosxon yog'ochda qetib qolgan bo'lib, Farmonchi begning qo'lidagi xon yorliqini ilishni esidan chiqargan edi. Yorliqni topshirib olg'aylar, Shohzodam, dedi Farmonchi beg ovozini undurak chiqarib. Yo'lbosxon cho'chib beshini ko'tardi-da, yorliqni qo'sh qo'llab oldi. Shu daqiqada uning kollisi qup-quruq edi. O'zining nima bo'lganligini, nima qilayotganligini bilmaydi. Yorliq o'qilishga boshlaganda, xuddi choyon chiqib olgandek bir izida turolmay qolgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon paypaslab Shohzodaning qishig'iga keldi-da, Shohzodaning gavdasini mehribonlik bilan quchoqlab turib, to'mushqini quliqiga yaqin akilib, xuddi sehr afsun o'qiyotgandek pichirladi. Pichirlig'och Shohzodaning qo'ltiqidan yo'lab, opirib taxtda o'tirg'izdi. O'tirg'izib etibmi, pichirlashni to'xtatmadi. Bu holat shundoqla qarg'an kishiga, Eshon go'ya ig'ir kasalga mubtalo bo'lib qolgan Shohzodaga oyat o'qib, dam selayotgandek tuyg'u beradi. Mana oston mo'jiza yuz berdi. Yo'lbosxonning tatarg'an chiroyiga birdilla qon yugurdi. Tugilib solishib ketgan qaddi qaytadan ruslandi. Ojiz pilildab qolgan ko'zlari avval ruhliq chaqnadi. Keyin dahshatlik chakchaydi. Chiroydagi parishonlikning o'rniga sur hayva, takabburlik almashdi. G'oyibdan bir kuch mador beg'ishlagandek choshrab o'rnidan turdi-da, qo'lidagi xon yorliqqa silingan shohona qopchuqni yerga g'azab bilan otdi. Adabsizlik qilmasalar, Shohzodam, u degan qiblagohimizning shohona yorliqi, dedi Farmonchi beg Shohzodaning bu qilqiga chidab turolmay.
Nemi dedin? Sen bana tenbih bergüdek kimdin şunca? Dedi Şahzade gazap bilen hökürep. Ay, qaysınlar ba? Tutunlar bunu bedbaxtni. Şu haman sırttan bir top nökerler itilip kirdi de Fermanchi bek bilen ikki qo'riqchining qo'ldirini qayirib yerga bosdi. Mang, darhol ostoniga qaytib, xon otamga ma'lum qil. Men o'zimni allaqachon xon deb jakolab bo'lganman. Xon otamning har qanday yorliq farmonlarini e'tirof qilmayman. Chiroyliqcha taxtni menga o'tinib bersin. Unda qilmaydi ekan, lashkarlarim bilan majburiy tortib olaman. Dedi Yo'lbosxon hayajonlangan holda qo'llarini shiltib so'zlab. Kelinglar, buni farmonchining ton sarpoylarini tamomiy soldirib etib, shahar sepilining sirtiga qo'g'lab chiqaringlar. Nökerlar farmonchi bek bilan ikki qo'riqchini sirtqa so'rgunicha ochiqib ketdi. Shahzoda Yo'lbosxonning yanida gidib turgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon rozimanlik bilan chiroyiga sus kulki yugurtdi. 3. Tün nisbi. Qora libosga purkangan Yemitning siyi to'limu surlik ko'rinadi. Mag'rib tarafdagi kuyuk tog' bilan mashriq tarafdagi yurt mahalla o'tirsidagi kangri ketgan toqir soyliqni Saidiya xonligining Qashqarga jazo yurishiga mang'an xon lashkarlari to'liq egilagan bo'lib, doq yerni selincha, ko'k osmonni yepinchi qilib, xuddi soyning teshidek yetishqinicha shirin uyquga ketishgan edi. Her 50 qadam orliqda birdan qo'yilgan qarovullarning uyqu sarab ezilib esnashleri kecha timtosliqini buzib turadi. Uyqusini qochirish uchun 4-5 qadam doira ichida to'xtamay mengib midillashlarini tun qorong'usida xira-shira ilg'i qig'ilib bo'ladi. Tomuz oylaridagi quyosh taptida kunduzi to'nirdek qizib ketgan bu soy mana hozir tog' tarafdan asgan g'urg'ur shamolda obdanla sovib qolgan bo'lib, odamga boshqacha bir huzur beg'ishlaydi. Egizrak bir döngge joylashgan Yotishbek chidiridan 10 necha lashkarni agashtirib chiqqan Yotishbek beshi uxlayotgan lashkarlarni uyg'otib etmaslik uchun yengil qadam ilishqinicha qorovullarning uxlab qolgan qamg'anligini, o'z o'rinda ba yo'qligini tekshirib chiqqan edi. Yotishbeshining yiqillab kelganini ko'rgan qorovullar jiddiy ahvol ko'rilsa, uxlayotgan lashkarlarni uyg'otadigan mis Tivildibozni qo'liga edib, lashkari yasoq bo'yicha jiddiy yo'sinda vaqirdi. O'ran! Bu yerdagi o'ran degani parol degan gapkan. Besh nimiti? Dedi Yotishbek beshi qorovulga bugungi kechilik parolni aytib berib. Qorovul xotirjam bo'lgan holda chorlag'uvchilarni o'tkazib etdi. Allohu akbar! Allahu Ekber! Şarkı upuqning asta-asta süzdüşüge ergişip, jaranglagan azan ovozi butkul soyni larziga keltirdi. Lashkarlar uxlayotgan o'rindan buyruqsizla chapdastlik bilan turishdi-da, doldi joyga o'tib, tarat sindirib bo'lib, tayammum qilishga boshladi. Bu yerdagi tayammum degani suv yo'q vaqtida to'pida elinadigan tarat deydi. Ve her qaysi qismlar özlerinin imamlarının keyniga sap bolup tizilip, qiblige yüzlengenice bamdat namazını öteşke kirişti. Uzak ötmey leşkerlerge naştılık tayarlaş üçün ot yıkılgan yüzligen uçaklardan götürülgen köküş is pütkül sayını kapladı. Bamdat namazını ötep boğan leşkerlerinin sözüşüvatkan, külüşüvatkan, çakçaklaşıp vaqıraşkan avazları hemmi yerden ağınışqa başladı. 100 nefer xas nökerning qattiq muhofizatida to'limu surlik ko'rinadigan bargoh oliyning to'rt tarafidagi o't qashdak gilamning ustiga silingan ta'tilla ko'rpa ustida Amri Kabir Hinduqush Mirza salofat bilan o'tiradi. Amri Kabir degani eng oliy lashkari qo'mondan deydi. Çaş sakalları uştek akargan, 70 yaşlardan aşkan bu peşqadam serkerde yaşınıp qağını qarmay, Sultan Abdullah Xan'ın permanıga binaen Qashqarga jaza yürüyüşü qıgıcı qoşununu başlap çıqqan edi.
Uning ashu surlik turqidan texichila kuch va jasoratidan qolmaganligi chiqib turadi. Çadırının o'tirisiga silingan kimxab dasturxonning o'ng so'l tarafidagi ko'rpalarda ilg'ar degan oldin yurguvchi qo'shin ekan. Javang'ar degani o'ng qanot qo'shin. Barang'ar so'l qanot qo'shin. Yazak oldin yurib chorlug'uchi qo'shin. Hazor 1000 kishilik qo'shin va yotish qo'shinining sarkardalari o'rin ilishgan bo'lib, nashti qilg'ash, lashkariy ishlar to'g'riliq kengash qilishyotdi. Oyg'oqchilarning kecha xabar etib kelishicha deb so'zlayotdi Yazak qo'shinining sarkardasi Shirali Bahodir. U Sultan Abdullah xonning ishonchisiga erishib, bu qitimqi jazo yurishida Yazak qo'shinining sarkardaligiga ko'tarilgan edi. Shahzoda Yo'lbosxonning 2 tuman kishilik osiy qo'shini Ali Shoh Beg, Ali Qul Beg qatorliq Akufka amirlarning Amrul umraliqida yo'lga chiqib, tunugun Yangisarga yetib kelibdi. Bugun ular bilan ro'biro keladigan o'xshaymiz. Shahzoda lashkarlarining soni xato emasdi, ha, sarkardam? deb so'radi Hinduqush Mirzo yana qaytilab. Yo'qsa, hargiz xato emas, javob berdi Shirali Bahodir. Ularning keyinda Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning Mo'lla Soqi, Mo'lla Naqi ismli xalifalarining boshchiligidagi tuman kishilik hamdamchi so'pi lashkarlarni bor o'xshaydi. Hamdamchi so'pi lashkarlarning xabari Hinduqush Mirzoning diqqatini ancha tortmadi. Chunki ömrüdə nurg'un lashkariy yurishlarga qatnashgan, ni dahshatli janglarga qo'mondonlik qilgan bu peshqadam sarkarda tuzuk lashkariy mashq, jang ta'limi ko'rmagan oddiy xalqdan tashkillangan qo'shinning shiddatli janglarda hech qancha roli bo'lmaydiganligini, muntazam ta'lim ko'rgan lashkarlardek bahodirlik ko'rsatilmaydiganligini, birli shiddatli hujumga uchrasa, o'zligidanla teri-piram bo'lib ketadiganligini, qilchimi maslashchanligining yo'qligini obdan biladi. U dasturxondagi noshliqlarni bir yonga surib qo'yib, bekorlagan dasturxonga nafis ishlangan tera xaritini yoydi-da, xaritaga bir hazo qarab chiqqandan keyin beshini ko'tarib o'ziga qarab turgan sarkardalarga so'zladi. Biz bugun osiy lashkarlar bilan eng kechikkandimi Qizilning u tarafidagi soyda uchrashadigan o'xshaymiz. Bu yerdagi Qizil degani hozirgi Yangisar noyisining bir yezisi. Hinduqush Mirzo Shirali Bahodirga qarab so'zni davomlashtirdi. Sarkarda, siz hozirla Yazak qo'shinni boshlab yo'lga chiqing. Qizilning u tarafidagi soyda bir eqin bor. Siz lashkarlaringiz bilan to'xtamasdan ilgirlab, ashu eqinning bo'yiga qarorgoh quring. Giyohsiz, suvsiz u taqir soyda bu eqin biz uchun intayin muhim. Bu qitimqi jangda nusrat qozonmasligimiz ashu eqinga bog'liq. Navoda osiy qo'shin bizdan burun u eqinni egilib olsa, lashkarlarimiz har qancha bahodir bo'lsa-mu, ussuzlikdan qirilib ketadi. Navoda eqinni yovga tatqizib qo'ysangiz, qo'lingiz bilan javob qilasiz. Farmon berdorman, dedi Shirali Bahodir daz o'rnidan turib. Heliqi g'alvixo'r malika texi o'rnidan turmadimi texicha? So'radi Hinduqush Mirzo mengishqa tamshalgan Shirali Bahodirni to'xtatib olib. Bomdoddan keyinla navkarlarni agashtirib, ot choptirib chiqib ketgan. Hozir nashti qilyaptamdikin ehtimalim, dedi Shirali Bahodir. O bugun siz bilan billa yo'lga chiqsa bo'lmaydi. Uni darhol mening qishimga avatib eting. Gapingizga kirmasa, Amir Kabir majburiy ostoniga avatib etaman deydi deb qo'rqitib qo'ying. Kim u? Atdiganda g'aybitimni qilyotgan? Hinduqush Mirzoning gapi oxirlashib bo'lguncha Malika Muhtaram xonim shundoq degunicha
bargohi oliga kirib keldi. Keling, g'alvixo'r malikam. Baya sizning gapingizni qilib turatdiq, dedi Hinduqush mirzo chiroyiga kulgi yugurtib. Nashti qildingizmi qizim? Nashti qilib bo'ldim, dedi dobulga savut kiyib olgan malika muhtaram xonim Amri Kabir Hinduqush mirzoning qishig'iga kelib o'tirib va erkilab so'zlab. O'zri texicha xuddi mehmondorchilikda o'tirgandek o'tiriblig'i. Amri Kabir ota, bundaq laypaslik qilsak, oliy qo'shin bilan bugunmi tutisholmaydigan o'xshaymiz? Oldirmang malikam, dedi Hinduqush mirzo malika bilan chiqishib. Rasmiy jang bo'lganda qo'rqqaningizdan potli manqilaringizni iqitib, menga avarchilik tepib bermisingizda bo'ladi. Bu gapni anglab o'tirganlar qaqaqlab kulishib ketdi. Vaqti kelganda ko'rurlar, Amri Kabir ota, dedi malika xotirjamlik bilan. Malika muhtaram xonim Sultan Abdullah xondan Qashqarga qiladigan jazo yurishiga qatnashishni qattiq talab qilib turganlikdan xon noiloj holda Shamshibonu malikaning ma'qulligidan o'tkazib ijozat bergan edi. Hinduqush mirzo bo'lsa, malika muhtaram xonimning bir necha qitimliq shikarda Abdullah xon bilan o'qiya etishni, bastashkinni va shaxmat o'ynab xonni mat qilib qo'yganini o'z ko'zi bilan ko'rganligi uchun shundaqla bir necha qitim Abdullah xon malika muhtaram xonimlar bilan birlikda lashkariy ilm, jang tadbirlari, qadimgi jangnomalar haqida munozirlashib, malikaning o'tkir, qoyillik qilarliq muloyizlariga qoyil bo'lganligi uchun xonning Qashqar jazo yurishiga malikani birga ilib berish farmoniga shartsizla qo'shilgan edi. Ammo malika yo'lga chiqibla, ha deganda Hinduqush mirzo bilan ilg'or qo'shinda mengishni xohlamay, "Osti mangsam ichim pushib ketadi ekan", deb yazak qo'shiniga qaytilib olgan edi. Shunlashqa Shir Ali Bodirga jigilab topshirgan va g'alvixo'r malika deb laqab qo'yib qo'ygan edi. Malikam, oldingizda mang'ungiz bormi yoki orqangizga yong'ingiz bormi? Dedi Hinduqush mirzo malikaga qarab rasmiy yo'sinda. Qandaq deyla, Amri Kabir ota? Dedi malika muhtaram xonim tomtaqla so'ralgan bu savoldan hech nimani tushunmay. Buyruqimga bo'ysunib, ilg'or qo'shinda men bilan birga mengishga ma'qul bo'lsangiz, davomliq oldingizga mang'alaysiz. Yana bosh-boshdoqlik qilaman desangiz, majburiy ostonaga qo'ydirib etaman-da, orqangizga mang'asiz, dedi Hinduqush mirzo tushundirib. Bundaq qilish qo'limdan keladi malikam. Bo'pti, undaq bo'lsa oldimga mang'ay, dedi malika muhtaram xonim veliqqada kulib. Malikaning javobini anglab, Shir Ali Bodir bargohi oliydan chiqib ketdi.